Endi 2025-yilda tug'ilgan insonlar yangi avlod turiga kirishadi. Endi ular beta avlod deb atalishadi. Prognozlarga qaraganda ushbu avlod 22-asrda ham hayot bo'lishi mumkin ekan. Agar siz ham bu avlodlarning nomlariga qiynalsangiz, keling men sizga chuqurroq qilib tushuntirib beraman. 1981 va 1996-yil oralig'ida tug'ilganlar milleniallar deb atalishadi. 1997-yil va 2012-yil oralig'ida tug'ilganlar zoomerlar avlod deb atalishadi, ya'ni Z avlod. 2013-2024-yil oralig'ida tug'ilgan insonlar alfa avlod deyiladi. Va aynan hozirgi yildan boshlab va 2034-yilgacha tug'iladigan insonlar bu beta avlod deb yuritiladi. Agar siz zoomerlar va alfa avlod ancha aqlli bo'ladi desangiz, qattiq adashishingiz mumkin. Sababi beta avlod umuman boshqa urovenda katta bo'ladi. Chunki ular yuqori texnologiyalar olamida katta bo'lishadi va o'zlarini sog'lig'i va ekologiyaga katta ahamiyat beradigan avlod bo'lishi kutilmoqda. Faqat bu avloddan boshlab sun'iy intellekt texnologiyasi oddiy holat bo'ladi. Ya'ni sun'iy intellekt bilan ular birgalikda katta bo'lishadi va faqatgina bu avloddan boshlab ularni o'smir paytida gumanoid robot ularni do'sti bo'lishi mumkin. Lekin aynan shu avlodda shu paytgacha hech kimda uchramagan depressiya, stress, yolg'izlik, halovatsizlik uchrashi mumkin. Buning asosiy sababi esa ular o'zining asosiy vaqtini onlayn o'tkazishida.